Psixogenetika fanini psixologiya fanidan afzalligi nimada? Psixologiya fanida biz ko'proq oila o'rganamiz, oiladagi munosabatlar, ota-onani farzandga bo'lgan munosabati va uni natijasi o'rganiladi. Lekin ildiz aslida yuqorida bo'ladi, uni ajdodlarda bo'ladi. Ya'ni shu ota-ona nima uchun bolasiga bunaqa munosabatda bo'ldi? Nima uchun otasi masalan ichkilik ichgan, bolasini qiynagan, onasi nima uchun bolasini urgan? Aslida sabab nimada? Ularni ajdodlarida, ajdod programmasini o'rganish kerak. Psixogenetika fani aynan shuni o'rgatadi. Biz agar ajdodlar bilan ishlasak, ulardan ildizlarni topib, ildiz bilan ishlasak, oiladagi munosabatlardagi hamma kelishmovchiliklar juda ham tez va oson hal bo'ladi. Va yana eng ahamiyatli joyi shundaki, mijozning muammolari tezda yechiladi va bu muammolar qaytarilmaydi. Chunki uni biz asosidan, ildizidan boshlab tozalab chiqqan bo'lamiz.